2026-yil kelishidan oldin boshlashing shart bo'lgan 6 ta hobbi bor va bu oddiy hobbi emas. Hayotingni oldinga olib chiqadigan mashg'ulotlar. Ushbu videoda men 2 ta jismoniy, 2 ta aqliy va 2 ta moliyaviy hobbini tahlil qilib beraman. Ularning ustun tomoni darhol boshlash mumkin. Hech qanday keraksiz gaplar yo'q. Faqat seni 2026 yilga kuchliroq, ongliroq va moliyaviy jihatdan kuchliroq holatda olib kiradigan odatlardir. Keling jismoniydan boshlaymiz. Birinchisi, jang san'atlari. Bu yerda gap ring yoki jang klublari haqida emas. Tasavvur qil, bir joyga kirasan va ichingda aniq bir ishonch bor. Zarur bo'lsa, o'zingni himoya qila olasan. Bu ishonchni soxtalashtirib bo'lmaydi. Ikkinchisi, sport zal yoki calisthenics. Tanang seni butun umr olib yuradigan mashina. Endi ayt, nega uni shinalari bo'sh, mo'ysiz holda haydayapsan? Senga murakkab reja kerak emas. Push up, pull up, squat va plank yetarli. Har kuni oz-ozdan qil. Sport zal majburiy emas. Agar borayotgan bo'lsang yaxshi. Natija tez keladi va jarayon yoqib qoladi. Tanang o'zgarsa, fikrlashing ham o'zgaradi. Endi aqliy hobbilar. Birinchisi, kitoblar va podkastlar. Ba'zan insonning fikrlash yo'nalishini butunlay o'zgartirish uchun atigi bitta to'g'ri tanlangan kitob yetarli bo'ladi. Yoki aynan shu lahzada eshitilishi lozim bo'lgan bitta podkast. Shunchaki dopamin izlab scroll qilishni bas qil. Scrollni bilim olish vositasiga aylantir. Agar kitob o'qish senga mos kelmasa, ovqat tayyorlayotganda, uy ishlarini qilayotganda yoki mashq paytida podkast tingla. Ikkinchi aqliy hobbi, ongli yurish. Bu oddiy ko'rinadi, ammo kam odam qiladigan narsa. Chalg'ituvchi omillarsiz o'zing bilan yolg'iz qolish. Ongli yurishni o'yin sifatida qabul qil. Nafas, atrof muhit va fikrlarni kuzat. Shu holatda aniqlik paydo bo'ladi. Eng samarali g'oyalarim aynan shunday paytlarda tug'ilgan. Yo'ldagi jismoniy harakatlar esa bu jarayonni yanada kuchaytiradi. Endi moliyaviy hobbilar. Birinchisi, investitsiyani o'rganish. Gap pulni kriptoga tashlab, nasib bo'lsa deyishda emas. Asoslarni tushun. Indeks fond nima? Murakkab foiz qanday ishlaydi? Nega hissiyot bilan qaror qabul qilish investitsiyada eng katta xato? Ikkinchi moliyaviy hobbi. Daromad keltiradigan skillni rivojlantirish. Boylik faqat xarajatni qisqartirish bilan emas, bozorga real qiymat berish orqali shakllanadi. Bitta skillni tanla, qolganini unut. Video montaj, copywriting, savdo, dizayn, dasturlash yoki yon biznes. Farqi yo'q. Uni hobbiga aylantir. Kuniga 30 daqiqa qil. Shu oddiy qaror keyin daromadga, undan keyin erkinlikka aylanadi. Odamlarning aksariyati shu joyda chekinadi. Sababi oddiy, mehnat bor. Sen esa davom etyapsan. Bu seni ko'pchilikdan ajratadi. 2026-yildagi hayoting bugun qabul qilinadigan qarorlar natijasi bo'ladi. Shu 6 hobbini hozirdan boshlash eng to'g'ri investitsiya. Qaysidir bo'limni yoki biror mavzuni chuqurroq tahlil qilishni xohlasang, kommentga yoz. Keyingi qismlarni tayyorlab beraman.